Ya qanchada otdimi? Yo'q, qanchada o'tasiz? 110 ming so'm. Bolas erkak ekan. Siz qanchada olasiz aka? 110 ming. Bolasi qanday urg'ochmi? Urg'och. 110. Bob oldi? Bob oldi? Yo'q, endi keldi. Ha, endi keldi. 110 ming so'm. Otgan shuni. Assalomu alaykum do'stlar, kanalining ko'ruvchilari. Bugun kechki 14-noyabr 2021-yil. Siz qanchada o'tasiz aka? 80 ming so'm. Jon tumagan. Siz qanchada o'tasiz aka? Ha? 110 ming so'm ekan ularga. Bolasi erkakmi? Urg'ochgan bolasi. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz molda? Son 80 ming so'm. Qanchaga bo'lsa beraverasiz? 70 liradan beralmadim. Beraverdingiz. 75 ga beradi ekasiz-da? 75 ming so'm beradi ekan. Qancha litr suti bor endi shuni? 3 kun bo'ldi qana. 3 kun bo'ldi. Sen qanchada o'tasan? Ha? Dadam. Dadan qancha dedi? Uqmadingmi? Da bu mol qanchada o'tasiz aka? 90 ming. 90 ming so'm. Bolasi qanday? Bolasi urg'och. Urg'och 90 ming so'm. Hozirgi topdan suti bor. Ha? 3 litr. 5 litr. 6 litr suti bor. Bol bo'ldi aka? Bo'ldi. 76 ming qilishdi. 80 ga beradi ekasiz. Tamam. Yaxshi. Bozoringiz bersin. Siyetam zo'r ekan. Zada bitta mol bor. Qaysi bol bo'ldi aka? Mandayda seni bir manday demek. Qancha bo'ldi? 80 beryapti. Oltaga desang ol. Bolasi urg'och o'xshaydi. Ha, bolasi urg'och. O'zi kuchli manda. Sizlar ko'p bu. Qanchada otasizlar o'zi? Vallahi o zaman 90 kam vardı otamiz. Bo'g'oz o'xshaydi, ha? Shu da. Shu urunmay ishlab deb, kimlar qishlarini olsa. Seni bana tuzandın. Ya müşteri yok derse. Yigitga bana lillada aytib qo'ygan mana men. İştahın yo'q dedi. Assalomu alaykum. Hoji qandaysiz? Yaxshimi? Mol qanchada otasiz? 80 da o'tam. 80 ming so'm. Bog' oldi aka? Bog' qiziqib so'raganlar bo'ldi. Bo'ldik. Qanchaga bo'lsa beraverasiz? 70 ga. 75 bo'lsa beraveramiz. Siz qanchada otasiz? 90 ming so'm. 90 ming so'm. Prostatuvu deydi. Prostatuvu? Oldu prostatuvuga biz buna çıktık. Bana ne yap tart buna cehennemni yap. Bana şu cehennem. Beni qara, qarmashon qolu zakam qolu üzülbesin. Men sana taqab olib yuraversam buna cehem olib yuraver. 80 mingga buna malingni oldim. Yo'q, Murzat aka. Tag'in az bor desang sotib olar men chiqib. Bo'ldi, razısınmı canım? Aynen. Qanchaga ketdi shunda? 80 ming so'm. 80 ming so'mga ketdi onaga. Janobi mol. Qo'pog'i, ha. Urg'och. Hız. Turboq chiyam barkan ham ko'rmaylar qo'y. Ya bir munajim bu ko'rib qo'ygan kishini ko'rganga pul yo'q-ku. Qo'lin kesib ketadi aytyapti. Qator mollarda. Ko'rib turibmiz. Qancha oldi aka shu? 50.500 bor. 50.500 so'm. Bu sotiladi. Jo'jo. Daha satasizlarmi? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Bo'z dedi egasi. Bo'g'oz ekan dog'i. Katta ol. Olib olish kerak-ku. Buna berkak. Buna. Bu qizilni qanchada otasiz aka? 90 kam bor. 90. Qanchanchi bolasi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Bolasi urg'ochmi? Erkak. Sütü qancha? Böyle 10 litr bormi? Voy, jeganda qara, 8 ta berdi. Qanchaga so'rashdimi? 65 qildi, 70 qildi.
Qayerda mol aka? Rossiya. Rossiyami? Boshqacha bo'lib turadi-ku. Yaxshi, bozoringiz bersin aka. Qancha bo'ldi otasizlar? Bog' bo'ldi aytmaydi. 80 ming so'm. Bolasida? Qanchada otasizlar buni? 70 kam bor. Bolasi qanday? Erkak. Sütü bor ekan nazmaz ha? Yo'qmi? Bovoz ekan. 70 ming so'm. Sen qanchada otasizmi molni? Ha? 100 kam. 100 kam bor. Bog' bo'ldimi? Qancha qilishdi? 82? 82 ming so'm bir. Bolasi urg'ochimi? Bolasi erkak ekan. Ya bu qizildi qanchada otasiz? 110 ming so'm. Qanchanchi bolasi? Qonidagi 3-chi yoki 2-chi bolasi. Qordidagi bor, ha? Qanchaga bo'lsa berasan buni? Yo'q, Qancha? Kelishasizlar. Bolasi urg'och o'xshaydi. Urg'och ekan bolasi. Kelishasiz deydi. Do'stov kanali. Qancha berib qo'ydingiz? Qancha berib qo'ydingiz? 46 ming so'm. Mana kel, 46 ming berib qo'y. Bu qancha aka? Qancha bo'ldi? Qancha da'vatda buni hozir? Bilasiz. Hozirda bog' bo'ldi. Qancha berib qo'ydingiz aka? Neni? Qoshiqqa. 36. 36 ming so'm. Urg'ochimi? Erkak. Erkak ekan. 36 ming so'm. Arzon uylar var ya, babası erkek. İçinde bu. Uzaklı odamda. Eko'dan pul to'lamada içindeki bekar. Bunu qancha dedingiz aka? 80 ele kamı var. 80 ming so'm. Şuraysta, balası erkek. Kaça tur var? İki tane 3 tane tur var. Qaysi? Buni olma. Ha, o şu. 80 mingmi shu? 80. Duvarmi? Var aka, 2 var. Duvara gidelim. 80 ming so'm. Bolasi erkak ekan. Bular qancha ekan ha? Amalar olinmadi shu. Ya bu olmo kimdan ekan ha? Ya bu qanchada otasiz ekan buni? Qanchada otasiz? 110 ming so'm. Parodasi qanday boshqacha? Choni postura. Postura degan parodavi. Qanchaga bo'lsa berasiz ekanmi? Dedingiz. Alloh biladi. Bozor sizlarda? Bozor sizlarda. Bularda sizlardanmi shunda? Yo'q, yo'q. Yo'qmi? Ya bular qanchada do'stlar? Yo'q. Qo'l og'ir dedi. Var bereke. Ya buni o'g'lonni qancha qilib qo'ydingiz? Var bereke. O'g'lonni qancha qilib qo'ydi? Narxi qaysi? Qancha oldi aka? 62,5 ming. Sanmisiz? Qaysi? Nolbuja, Nobolto. 62,5 ming so'm beribdi. Gapirib qo'ydi aka. Bolasi boshqa. Menga qiyin taka. Var bereke deydi shuni. Bu o'zi. Voy, tomirizdan kelgan.